Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi bolalarda shish sindromini kechishi. Tanada shishlar ko'pgina kasalliklar natijasida rivojlanadi. Ularni nisbiy ravishda guruhlarga ham bo'lishimiz mumkin. Buyrak kasalliklari buyrak faoliyatining buzilishi natijasida tanada suv va tuz saqlanib qoladi. Bu esa shishlarga olib keladi. Bundan tashqari ayrim buyrak kasalliklarida qonda oqsillar kamayib ketadi. Bu ham shishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Buyrak shishlari odatda ertalab paydo bo'lib, yuzda ko'proq ifodalangan bo'ladi. Ko'z ostidagi shishlar va qovoqlarni shishib buyraklarni shishidir. Kunning ikkinchi yarmida kelib shishlar yo'qoladi. Yurak kasalliklarida ham yurak qonni tortib ololmaydi. Natijada qon oyoqlarda yig'ilib, shish keltirib chiqaradi. Bunday shishlar kechki paytgacha rivojlanib, ertalab so'rilib ketadi. Bemorlarning oyoqlaridagi shishlar bilan bir qatorda ko'krak qafasida og'riq, sanchiq, holsizlik bezovta qiladi. Varikoz kasalligi bilan taxminan 80% ayollar va 30% erkaklar ozorlanadi. Uzoq vaqt tik turish, uzoq o'tirib ishlash, oyoqlarni chalishtirib o'tirish venalarda qon oqimini buzadi. Natijada ular shishi oyoqlarda qon oqimini qiyinlashtiradi. Bunday shishlar ham kechki paytgacha rivojlanib boradi. Shishlarga og'ir oyoq sindromi qo'shiladi. Ya'ni oyoqlarga shish, og'irlik, holsizlik, og'riq rivojlanadi. Gormonal buzilishlar natijasida ham ma'lum bir shishlar kelib chiqishi mumkin. Masalan, qalqansimon bez kam miqdorda gormon ishlab chiqarsa, to'qimalarda suvni qolib ketishi kuchayadi. Bunday shishlar ham ko'pincha oyoqlarda rivojlanadi. Shishlar bosib ko'rilganda barmoq izi tezda yo'qoladi. Shishdan tashqari bemorning tana vazni ortishi, ich qotishi, pulsni suslashishi, uyquchanlik bezovta qiladi. Allergik reaksiyalarda ham shishlar kuzatilishi mumkin. Allergiya ham ko'p holatlarda shish bilan kechadi. Xavfli tomoni shundaki, allergiya paytida nafaqat tashqi shishlar, vaholanki ichki shishlar ham kuzatilishi mumkin. Bunda halqumni shishi tezroq muolaja talab qiladigan holatdir. Bunda bemorning nafasi mexanik to'silib qolishi mumkin. Glomerulonefrit kasalligiga ta'rif berganimizda, glomerulonefrit bu infeksion allergik kasallik, noma'lum tabiatli kasallik bo'lib, uni asosida buyrak ko'prikcha apparatining diffuz yoki o'choqli yiringsiz yallig'lanishi yotadi, hamda buyrak va buyrakdan tashqari simptomlar bilan xarakterlanadi. O'tkir glomerulonefrit etiologiyasida quyidagilar farqlanadi. Birinchisi, streptokokli infeksiyaga ko'pincha bu beta gemolitический streptokok A guruhini tashkil qiladi. Angina, streptokok infeksiya va boshqa kasalliklarni o'tkazgandan keyin rivojlanishi mumkin. Stafilokok, pnevmokok, har xil viruslar, sitomegaloviruslar, malariya plazmodiyalari, zahm qo'zg'atuvchilari ham o'tkir glomerulonefritni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, emlashlar, ilon va ari zaharlari organizmni sovqotishi ham o'tkir glomerulonefritni kelib chiqishiga hissa qo'shishi mumkin. Patogenezi buyrak koptokchalarida yallig'lanish reaksiyasi immun hosilalar ta'sirida rivojlanadi. Bunda ikkilamchi patogenetik omillar sifatida ivituvchi sistema, komplement sistemasi ishtirok etadi. Nefritogen streptokoklar patogenetik xususiyatini namoyon qiluvchi ma'lum antigenlar tutadi. Glomerulonefrit tasnifi. O'tkir diffuz glomerulonefrit bo'linishi mumkin. Klinik ko'rinishiga ko'ra quyidagi shakllarga bo'linadi. Siklik shakli kasallik to'satdan keskin boshlanadi va odatda nisbatan tez sog'ayish bilan tugaydi. Ammo davolanishdan so'ng ham uzoq vaqt davomida bemorda proteinuriya va gematuriya siklik kuchayishlari kuzatiladi. Yashirin shakl ko'pincha o'tkir ostida glomerulonefrit turiga kiradi. Klinik belgilari uncha kuchli namoyon bo'lmaydi. Surunkali glomerulonefrit klinik shakllariga ko'ra quyidagicha bo'linadi. Bu nefritik shakli, bu shaklda yetakchi sindrom
yetakchi sindromi buyrak yallig'lanishini aks ettiruvchi nefritik sindromdir. Gipertonik shakli barcha simptomlar orasida arterial gipertenziya ustunlik qiladi. Aralash shakli nefritik va gipertonik. Bu shaklda ham nefritik ham gipertonik belgilar birga uchraydi. Yashirin shakli klinik belgilari deyarli yo'q, faqat yengil siydik sindromi bilan ifodalanadi. Bu o'tkir nefrit shaklda ko'pincha surunkali ko'rinishga o'tadi. Gematurik shakli faqat gematuriya siydikda qon mavjudligi bilan namoyon bo'ladi va tez rivojlanuvchi glomerulonefrit. Klinikasi o'tkir glomerulonefrit boshlang'ich davrida kuzatiladi. O'tkir nefrotik sindromi, shishlar, gipertenziya, gematuriya, proteinuriya bir kunda 2 grammgacha va undan ko'p oqsil ajralib chiqishi mumkin. Alohida siydik sindromi, gematuriya, shish, gipertenziyasiz va proteinuriya ham kuzatiladi. Nefrotik sindrom, shishlar, proteinuriya 2,5 gram bir kuniga, giperlipidemiya, boshlang'ich davrda gipertenziya fonida va o'tkir buyrak yetishmovchiligi kuzatish mumkin. Shuningdek, o'tkir buyrak yetishmovchiligi kabi kichik asoratlar ham ro'y berishi mumkin. O'tkir glomerulonefrit surunkali shaklda bu 5-15% holatlarda uchraydi. Surunkali quyidagi kasalliklarda rivojlanadi. Membrana proliferativ glomerulonefrit, membranoz nefropatiya, Alport sindromi, sistemali qizil yugurik, diffuz glomeruloskleroz, hemorragik vaskulit, tez avj oluvchi glomerulonefrit, Berje kasalligi. Surunkali glomerulning 3 ta shakli farqlanadi. Nefrotik shakli maktab bolalarida qaytalanuvchi kechishiga ega, klinik jihatdan turli darajadagi shishlar, 2,5 gram kundan oshgan proteinuriya, disproteinemiya, giperlipidemiyalar bilan ifodalanadi. Morfologik kaptokchalarda minimal o'zgarishlar, kam hollarda mezanga proliferativ va boshqa o'zgarishlar, buyrak funksiyasi saqlangan, kortikosteroid va sitostatik preparatlardan foydalanish ijobiy natija beradi. Gematuriya va gipertenziya kuzatilmaydi. Aralash shakli asosan maktab yoshidagi bolalarda uchraydi. Klinik nefrotik va gematurik sindromlarning qo'shilishi bilan xarakterlanadi. Shuningdek, ularda gipertenziya qo'shilishi ham mumkin. Kaptokchalar filtratsiyasi va buyraklarning konsentratsion funksiyasi barvaqt buziladi. Va 3-chi shakli bu gematurik shakli. Gematuriya shaklida faqat siydik sindromi bilan namoyon bo'ladi. Mikro va makro gematuriyaga birozgina proteinuriya 1 gram kunigacha qo'shilishi mumkin. Buyraklar funksiyasi saqlangan, arterial bosim normal, luminescent mikroskopiyada immunoglobulin G-M komplement fibrinni oshishi kuzatiladi. 40-50% hollarda immunoglobulin A ni total oshishi kuzatiladi. Davolash, rejim va elektrolit balansini saqlash, antibakterial terapiya, vitaminoterapiya, hipotenziv terapiya, diuretik moddalar, patogenetik terapiya, glukokortikoidlar, immunodepressiv moddalar. O'tkir glomerulonefrit davolashda shunga e'tibor berish kerakki, 1,5 oy ichida yotoq rejimi belgilanadi. Kasalxona rejimida bola sayr qilishi kerak, massaj va parhez belgilanadi. Bemorlarga allergiya chaqiruvchi mevalar, ko'p tuz iste'mol qilish qat'iyan man qilinadi. Statsionar davolash prinsiplari. Konservativ davolash uchun kuni tun statsionarda bo'lishi, statsionar sharoitda arterial bosimni nazorati, kunlik diurez, laborator ko'rsatkichlar monitoringi zarur. O'tkir nefrit sindromida bemorlarga antibakterial terapiya tayinlanadi. Shish simptomlarini kamaytirish va arterial bosimni pasaytirish uchun diuretiklar buyuriladi. Kunlik diurez nazorat ostida bo'ladi. Dieta. Bunday bemorlarga meva va sabzavotlar mahsulotlarini steroid terapiya o'tkazish davrida esa quritilgan mevalar, kaliy tutuvchi mevalar tavsiya etiladi. Glomerulonefrit o'tkir fazasi 2-3 aktiv darajasida, kasallik o'tkirlashganda oqsil cheklanadi. Tuzsiz ovqatlar beriladi. Shuningdek,
Glomerulonefritni davolashda sitostatiklar agar glukokortikosteroidga chidamsizlik va qarshi ko'rsatmalar bo'lsa, sitostatiklar tavsiya etiladi. Ulardan azatiopirin va merkaptopirin 2-3 mg na kilogramm kunlik dozada, siklofosfamid 1,5-2 mg kilogramm kunlik dozada buyuriladi. Geparin nefrotik shakl, o'tkir buyrak yetishmovchi Gvardiosi sindrom giperproduksiyasi bosqichida rivojlanganda buyuriladi. Geparin qorin terisi ostiga 5000-10 000 halqa birlikda 4-6 soatda bir marotaba beriladi. Kunlik dozasi 10 000-40 000 birlikda. Doza to'g'ri bo'lsa, geparin berilgandan 5 soat o'tib qon qo'yilish vaqti 2-4 barobar, trombin vaqti esa 2 barobar oshadi. Davolash kursi odatda 6-8 hafta, kerak bo'lsa 3-4 oygacha davom etadi. Dispanser nazoratda bemor 5 yil davomida dispanser nazoratda bo'ladi. Birinchi 2 yil davomida birinchi 6 oyda har oyda bir marta, keyingi 1,5 yilda har 3 oyda bir marta shifokor ko'rigidan o'tishi zarur. Dispanser nazorati quyidagilardan tashkil topgan: arterial bosimni tizimli nazorati, har chorakda siydik va qon tahlillari, kreatinin, umumiy oqsil va xolesterin nazorati, siydik tahlilidagi o'zgarishlar 1,5-2 yilgacha davom etishi mumkin. Shuning bilan biz ma'ruzamizni yakunladik. E'tiboringiz uchun rahmat.